Tracker uchun yangilikda jinnisi. Agar sizlar ham xuddi shunaqa Tracker 2 ga Malibu bar qo'yadigan bo'lsalar, qaranglar nima qilyapsiz. Egalarining talablariga binoan bilsanglar Trackerda hop besprovodniy zaryadchida telefonni sovutadigan konditsioner trubkasi bo'ladi, qaranglar. Buni behuda qoldirmasdan unga bitta shlayimlab turib Malibu bardi. Aynan orqa hop deflektor joyiga hop taydan orqa tarafidan mashina teshib turib chiqarib beryapmiz. Nima deysizlar? Qalay bo'ladi? Ammo naboriga gap yo'q. O'ta mo'shni bizda havo chiqarib beradi. Barimiz deyarli yakunlanib qoldi. Nima deyapti akalar? Mana почти tayyor. Shabadan qarash haydashga qaranglar. O'ta mo'shni yetkazib beryapti. Lekin bariga qo'yib qoldim. Nimasi? Xitoy baldi mashinalar zazorlarni birga bir tushiradigan qilib, tillari shunday kiradigan qilib ishlab berdi. Zazorlar cho'tki. Xohlasa bemalol kelaverasizlar. Xo'p, abagref sidinalarni ham ishlatib berdik. O'yinchoq va orqa sidinani bilasizlar, ikkita bu tarafda bo'lardi. Xo'p, bunikini mashinaga ulab berdik. Bosganda abagref ikkalasini birdaniga ishlaydigan qilib ulab berdik. Orqa krishkasini ham yopdik. Oh, mana uni qaranglar. Yomon deyapti-yu, uni daji kuchaytirsalar ham bu ham kuchayadi. Sizlarga qanaqa ko'rsatib bersam bo'ladi? Qarang. Salamonni umlashdan bilib berasizlar, qochyapsan. Hammasidan yoqqani aynan mana shu zaryadchi bo'ldi. Qani uni shu zaryadchi. O'zini bilasizlar, Tracker zaryadchisi bo'ladi. Mana shu teshib o'rnatib berdik. Bemalol USB-da solib olishga ham udobni. Va kalit o'qishini har doimgidek bardachi tagiga o'rnashtirib berdik. Hop, birinchi chiqadi. Kimga shunaqa xizmatlarni kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar.